2026 yilgi Chevrolet Optra bu zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va qulaylikni o'zida mujassam etgan yangi avlod avtomobili hisoblanadi. Chevrolet brendi doimo ishonchlilik, chidamlilik va haydovchiga yoqimli tajriba taqdim etish bilan tanilgan. Yangi Optra esa bu an'anani yanada yuqori bosqichga olib chiqadi. Mashina tashqi ko'rinishidan boshlab ichki saloni, texnik imkoniyatlari va xavfsizlik tizimlarigacha mukammal tarzda ishlab chiqilgan. 2026 Chevrolet Optra avvalo o'zining yangilangan dizayni bilan ajralib turadi. Uning old qismi keng radiator panjarasi va o'tkir LED faralari bilan jozibali ko'rinishga ega. Aerodinamik shakl avtomobilning yo'lda barqarorligini oshiradi va yonilg'i sarfini kamaytiradi. Shuningdek, orqa tomonida zamonaviy chiroqlar, xromli detallarga boy bezaklar va sport uslubidagi bamper mavjud. Bularning barchasi mashinaga bir vaqtning o'zida nafis va kuchli qiyofa beradi. Ichki salonga kelsak, Chevrolet Optra o'z sinfidagi eng qulay modellardan biri sanaladi. Keng joy, yumshoq teridan tayyorlangan o'rindiqlar, yuqori sifatli multimedia tizimi haydovchi va yo'lovchilarga maksimal qulaylik taqdim etadi. 10 dyuymli sensorli ekran orqali siz navigatsiya, musiqa, qo'ng'iroq va avtomobil sozlamalarni boshqarishingiz mumkin. Android Auto va Apple CarPlay tizimlari ham qo'llab-quvvatlanadi. Shuningdek, avtomobil ichida ovoz izolyatsiyasi juda yaxshi, bu uzoq safarlarda ham tinchlik va osoyishtalikni ta'minlaydi. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Optra zamonaviy dvigatel variantlari bilan jihozlangan. Asosiy modelda 1.5 litrli benzinli dvigatel mavjud bo'lib, u 120 ot kuchiga teng quvvat ishlab chiqaradi. Shu bilan birga, avtomobil avtomatik yoki qo'lda boshqariladigan transmissiya bilan taklif etiladi. Tejamkorlik jihatidan ham yangi Optra haydovchilarni xursand qiladi. O'rtacha 100 km yo'lga atiga 6 litr yoqilg'i sarflaydi. Bu esa uni iqtisodiy va ekologik jihatdan foydali tanlovga aylantiradi. Yangi Optrada xavfsizlikka ham katta e'tibor berilgan. Mashina old va orqa to'qnashuvdan himoya tizimi, avtomatik tormozlash, yo'l chizigidan chiqishni aniqlash va haydovchini ogohlantirish tizimlari bilan jihozlangan. Bundan tashqari 6 ta xavfsizlik yostiqchasi, barqarorlik nazorati va tormoz energiyasini taqsimlovchi tizim mavjud. Chevrolet har doim haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligini birinchi o'ringa qo'yadi va 2026 Optra bunga yaqqol misoldir. Avtomobilning yurish sifati ham e'tiborga loyiq. Mustahkam osma tizimi, yumshoq amortizatorlar va yo'l sathini ajoyib his etuvchi boshqaruv tizimi bilan Optra har qanday yo'lda barqaror yuradi. Hatto notekis yo'llarda ham mashina silliq harakat qiladi. Bu esa uzoq safarlar uchun ideal tanlov bo'ladi. Chevrolet Optra 2026 modeli, shuningdek, aqlli texnologiyalar bilan boyitilgan. Masalan, orqa kamera, to'xtash yordamchisi, sensorli signal tizimi va aqlli kruz nazorat funksiyalari bor. Ular haydovchiga qulaylik yaratadi va avariyalarni oldini olishga yordam beradi. Mobi